Bu darsimizda kompyuterimizdagi qo'shimcha dasturlar o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Bizga ushbu dasturlar paketi kerak. Buni internetda yuklab olasizlar. Sizlarga men linkini tashlab qo'yaman. Bunga kiramiz. Bu ochilganda sizlarda mana bu joylarda bor, ko'p programmalar bo'lmaydi. Chunki sizlar kompyuterga yangi Windows o'rnatganlaringda sizlarda bunaqa programmalar avtomatik o'rnatilmaydi. Men o'rnatganim uchun menda ko'rsatib turibdi. Endi biz o'zimizga kompyuterimizga kerak bo'lgan programmalarni tanlab olamiz. Tanlaysizlar. Eslanib tursa, mana sistemalar juda kerak. Bularni iloji boricha o'rnatib olinglar. Qolganlari esa qo'shimcha vazifani bajarayotgan programmalar. Bularni ham ko'rasizlar. Qaysi biri o'zingizga ma'qul kelsa ishlab o'rnatib olasizlar va выполнitga bosasizlar. Ozgina kutib turasizlar, chunki bu programmalarni o'rnatish bir necha daqiqalarda olishi mumkin. Buni kutib turasizlar. O'rnatib bo'lingandan keyin mana shunaqa yozuv chiqadi. Mana bitishga bo'lib qoladi yonida. Bo'ldi. Bizning dasturimiz o'rnatildi mana.